Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Qo'qondagi saxiy do'konimizdan salarkali 120 lik spes zatkamiz sotildi. O'rim sezon uchun motorlari 178 salarka motordan qo'yilgan. Rasxodlari soatiga 300 gram, 400 gram atrofida rasxod qiladi. Rollari 360 gradusga buriladi. Skorslari 3 ta skorsi bo'ladi. Balonlari mana ko'rib turganlaringdek shiroki balonlardan qo'yilgan. Oldidagi zatkalari 120 lik 2 parrakli universal pechatli pichoqli mana zatkalardan qo'yilgan. Zatkalarini xo'p, alohida sotuvda zatkalardan ham bor. Ularni ham qilib beraveramiz. Ko'rib turganlaringdek, bunimiz tagidagi pichoqlari ham almas pichoqli hamda pechatli hisoblanadi. Yonida pichog'i bor. Bu pichoq universal pichog'i. Bunimizda prostoy variantlaridan ham bor. Ulardan ham do'konimizda bor hamda benzinli variant 9 ot kuchiga egalardan ham bor. Mana ko'rib turibsizlar, reduktor orqali sep aylantiradi. Xo'p, korobka anaqa motordan korobkaga remen orqali harakat beradi. 360 gradusga mana shu rol orqali buriladi. Hozir bu spes zatkamiz sotildi. Narxlarini ham aytib o'tib ketamiz. Narxlari $1300 ga sotildi. Ozmos amakimiz bizdan ikkinchi marta olishgan hisobiga dastavkalarni ichida qilib beryapmiz. Dastavkalari Qo'qonda ichiga bo'lishdi. O'shani ham aytib o'tib ketaman. Qolgan joylarga dastavkalari pulli hisoblanadi. U kelishilgan holatda kesalarning tepasida yo narxidan o'tib beramiz yoki o'sha dastavkalarni qilib beramiz. Lekin bunimiz narxi $1300, oxirgi tiralgan narxi bo'lganini hisobiga amakimga dastavkalarni olishdi. Ikkinchi marta olganini hisobiga ham Qo'qonda ichiga chekka bo'lishdi. Tortqa orqali zavod bo'ladi. Salarka boklari motor 178 salarka motor hisoblanadi. Skorslari mana skors mana shunday joylashgan bo'ladi. Bu zatkaga harakat beradiyani, bu korobkaga harakat beradiyani. Rollari ham 3 ta teshigi bo'ladi. Bemalol tepa past qilib o'zlariga moslab olsalaring bo'laveradi. Kimga shunaqa o'rim zatkalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'qondagi saxiy do'konimizga, manzilimiz Qo'qonda akalar.